Birlashtirishni boshlaymiz endi. Cho'plik siximizdagi kley surishdan boshlaymiz. Kleyimiz yaxshi erigan bo'lishi kerak. Qaranglar, shunisiga e'tibor beramiz. Oldin kley ishlatmaganlar bo'lsa, men oldingi pistel kleyimni mana shu yerdan sindirib qo'yganman. Kley erimasidan bu yoqdan bundoq qilib itarganim uchun. Undan keyin yana bitta jiyanim ham pistel kley xuddi shunaqa buzilgan. O'shaning uchun sizlar bunaqa xatoni takrorlamanglar. Bu yoqdan keyin sekin-asta yopishtirishni boshlaymiz. Qo'limizga ehtiyot bo'lamiz. Mana teshik joylardan chiqib qolmasligi kerak. Qo'limizga tegib ketmasligi kerak. Yaxshilab kleylaymiz. Bu yog'idan nakatsiz ustuncha qilgan joylarimizga azincha-azinchadan kley surib mana shunaqa aylantirib qilib ketaveramiz. Pastidan yana kleylab qo'yaman bu cho'plik sixga o'zini alohida yaxshiroq bo'lishi uchun. Undan keyin kleyni bu yoqdagi yaproqlarni bu yog'iga emas, bu yog'iga kleylashni boshlaymiz. Unda yoyilganroq atrofli bo'lishi uchun. Mana shunaqa qilib. Agar atrofli sizlarga kichkinalik qilayotgan bo'lsa yoki kattaroq qilmoqchi bo'lsangiz 52 tadan ko'ra yana ko'proq to'qisanglar bo'laveradi bemalol. To'g'rilab forma beramiz bunga ham. Kleylab bo'lganimizdan keyin mana shu yulduzcharimizdan olib, shu ikkita chiqib turgan ipchasini ichkari tomoniga shunaqa kleylab qo'yamiz. Ichkari tomonga bekitib. Bu yoqni kesib tashlasanglar ham bo'laveradi bemalol. Endi men ichkariga bekitib qo'ymoqchiman. Bu ichkarida qolib ketadi. Bu yoqdan kirgizamiz keyin. Mana shu o'rtasidan amigurumi kolsosini o'rtasidan kirgizib, bu yoqga yopishtirib qo'yamiz. Kley suramiz. Undan keyin bu yoqlarni bittama-bitta kleyib chiqamiz. Oxirigacha surib yoshimiz shart emas kleyni. Azincha qayrilib ham chiroyli turadi. Gulga emas, mana shu bargchalarni o'ziga suramiz kleyni. Endi yashil ipimizni olib, gulimizning dasta qismiga aylantirish boshlaymiz. Buni men bitta tuguncha qilib olib, bitta tuguncha bilan bog'lab olaman. Mana.
bitta tuguncha bilan bog'lab, undan keyin bu yerda kley bilan qotiraman bu yog'ini. Ozgincha kley surib, mana shu kleyni kleyma uchi bilan, temir joyi bilan qizitib, bu yerga gulimma aylantirib yopishtiraman mana shu joyini. Ozgincha surib, kley bu yerdan uchi bilan gulimma aylantirib, kleyimni temir uchi bilan shunaqa qilib ustidan yurg'izib, mana shu tugun qilgan joyimni yaxshilab qotiraman. Undan keyin mana shu joyi sovitishga qo'yib qo'yaman. Sovishgandan keyin yana bu yoqdan kley suraverib, ozginchadan ipini aylantirib ketaveramiz o'rab. Qotgandan keyin kalta ipimizni kesib olib tashlaymiz. Bu bizga kerak emas, xalaqit beradi. Undan keyin bu ipimizni ozgincha teparoqqa chiqarib, aylantirib o'rashni boshlaymiz. Mana shu joydan kleyimiz bilan ozgincha eritib, kley qo'shib pastga qaratib aylantirib ketaveramiz. Agar shunaqa orasi ochilib qoladigan bo'lsa, bemalol buni tepaga ko'tarib olishimiz mumkin ozgincha. Tarang qilib tortib qilamiz, o'raymiz va orasida joy qolib ketmasligi kerak iloji boricha. Ora-orada kley bilan qotirib o'rayman. Men bu atirgulda faqat ikkitagina barq qiyim keldi. Xuddi shunaqa qilib oddiy gul dastasini o'rgandek qilib, mana shu ortiq bu yerda kesib olgan ipimiz bilan bu simini ham o'rab chiqamiz yaxshilab. Undan keyin bu asosiy o'rtada turadigan bargimiz, bu chekkada turadigan bargimiz. Bularni birga qo'yib, uchini mana shu ikkita sim bilan buni atrofida burayman. Shunaqa qilib. Buni qo'shib burayman endi bu simni. Mana. Bu kichkina sim o'rtada qolyapti. Shunaqa burab chiqaman. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Undan keyin ip bilan buni qolgan joyini aylantirib burab chiqaman. Sim oxirigacha buramaymiz, chunki bu sim bilan biz bu yerga birlashtirishimiz kerak. Bitta bargimizning simi uzunroq, bittasi kaltaroq bo'ladi. Qotgandan keyin bu yerga o'rashni boshlaymiz. Simimizni o'rab qo'yamiz, shuni aylantirib, cho'pimizni atrofida.
Undan keyin bu yerga yana kley suramiz. Va yana o'rashda davom etamiz. Azincha o'rab bo'lganimizdan keyin mana shu ortiqcha chiqib turgan ipimizni bemalol kesib tashlasak ham bo'ladi keyin. Kerakli joyda yana ora-orada kleydan surib yana o'rab ketaveramiz. Men har doim mana shu simlarning oxirida, chiqib turgan simlarning oxiriga kley surib qo'yaman. Uchli bo'lib bu yerdan chiqib qolmasligi uchun. Qo'lga olganda rostdan atirg'u bo'lib, tikonga o'xshab kirib ketmasligi uchun qo'lga ip orasidan chiqib qolib. Xullas, shunday qilib yana oxirigacha o'rab qo'yamiz. Shu bilan atirgulimiz tayyor. Mana qizil bilan pishdi. Yana 3-chisini ham qilmoqchiman. Vaqtim bo'lganda bir qilib qolaman uni ham. Mana bu yerda o'zi tayyor. Ikkita detal oppoq qilsam ekan deb o'ylayotgandim. Menimcha qizil chiroyliroq chiqdi. Chunki buni bo'lay yoyilganroq qilib o'radim o'rayotganda. Buni bo'lsa bo'lay yig'ilganroq qilib o'radim. Mana bu yerda hammasi ustma-ust tushgan. Bu yerda bo'lsa bular azincha ko'proq ko'ringan bu yerdagilar. O'rtasiga qanaqadir cho'pilar ko'rinayotgan bo'lsa agar munchoqchani yopishtirib qo'ysanglar bo'ladi yoki bu yerlarga yana kley qilib, oddiy boshqacha kley qilib zaseb qo'ysanglar bo'ladi. Ko'pchiliklar lentalardan gul yasashayotganda shunaqa qilishardi. Endi to'quvchilarda ham qilsa bo'ladi.